Amerikanskiy pasportdan ham ko'p ishlatadigan kartochka haqida eshitganmisiz? Bu Social Security Number. Universitetga kelganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bu Social Security Number olish bo'ladi. Lekin uni qanaqa olsa bo'ladi? Birinchisi sizga job offer kerak bo'ladi. Universitetingizdagi ishga Luboyga topshirasiz, job offer olasiz. Ikkinchi qiladigan ishingiz bu International Departmentga borish. Application formini to'ldirib bo'lgandan keyin sizga I-20 beradi. Hamma qog'oz chiqargandan keyin mana shunaqa ofisga o'xshaydigan joyga registratsiya qilib appointment olasiz. Appointment olganingizdan keyin hamma dokumentingizni berib social olasiz. Nima uchun Social Security Number kerak bo'ladi? Birinchisi, ishlagani. Lekin siz unutmang, siz international studentsiz, on campus 20 soat haftasiga ishlasangiz bo'ladi. Credit scoringizni yaxshiroq qilgani va Amerikada Social Security Number hamma narsaga ishlatadi. Mana bizda Jamshid hozir kirib chiqdi. Xudo xohlasa Jamshid forma bilan ishlagani uchun biz shunaqa yordam beramiz Jamshidga. Social Security Number olib beramiz. Okay, tayyormisiz? Qalay, qiyin bo'lmadimi? Yo'q, oson. Dokument topshirdingiz, все. All right. Take it easy guys. Thank you. Shu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlangiz qilib qoldiring.